أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. Bütün hamd sanalar, maqtashlar ve alqışlar alemlerinin Rabbi Allah'a olsun. Yaxşı aqibet, muvaffaqiyetle, hushyorlarga olsun. Salat ve selam, aman esenlikle, qo'llash ve destekler Allah'ın peygamberi, bizning rahbarimiz Muhammed Aleyhisselam'a, ailesiga, sahabelerine ve kıyametgacha uning yo'lidan bo'lgan yo'ldoshlariga bo'lsin. Amin. Assalomu alaykum qadrli Sharqiy Turkistonlik qarindoshlar. Bugungi suhbatimiz sura Secde. Sura Secde 9. ayetten bo'ladi. Allah subhanahu wa ta'ala bu ayette şunday deydi. Bismillahirrahmanirrahim. Kul einnakum letekfuruna billezî halaqal arda fi yevmeyni ve tec'alûne lehu endâda. Sen insaniyetke degin ki sizlar yaşayotgan yer sharini 2 kunda yaratgan Allah'a kafir bo'layotgansizlarmi? Kafir bo'lishning sirtida Allah'a sherik qilayotgansizlarmi? deb inson Aşı sizlar yaşayotgan yer sharini 2 kunda yaratgan Rabbul Alamin şu. Alemlerinin Rabbi şu. Bu iş sizlerning qulağınızdan chiqsa qanday bo'ladi? Bu kafir bo'ladigan ish, Allohga shirk qiladigan ish, sizlar insonlarning ishidan chiqsa qanday bo'ladi? deb buni so'raydi. Bunda deyishning sababi qarindoshlar. Bu oyatni bugungi suhbat temiz qilishimizning sababi Alloh taolo yuqorqi suhbatlarda deyilganidek mu'minlardan canlarını ve mallarını cennet beriş bedeliga setib oldi, shunday bir savdo qildi, kelishim tuzdi inson bilan dedik. Aqlimizga qachon tuzgan bo'g'itdik bu kelishimni? Hech aqlimizda yo'q. Alloh bilan bir kelishim tuzib baqqan aqlimizda yo'q degan mazmunlar aqlimizdan o'tgan. Allah bu oyatda shunga javob berdi. Ey insoniyat, sizlarning aqlingizda bo'lmaganligi rost. Ama men deb beray deyapti. Sizlar yashayotgan yer shari bor, yer sharini Alloh 2 kunda yaratdi. Ve ja'ala fiha ravasiya min fawqiha. Ma yerning ustiga tog'larni yaratish orqali bu yer sharida sizni yashag'idek sharoit hazırlab berdi. Bo'lmasa yer sharida sizlarning yashash sharoitingiz yo'q. Chunki yer shari degan bir o't, magma, volqonlardan tarkib topgan o't, uningda yashashingiz mumkin emas. Alloh 2 kunda yaratib, uning ustiga tog'larni qo'yib, qo'ziq qilib qaqib, uning o'tirg'isi to'plarni yaratib to'ldirib, sizlar yashayolg'idek bir sharoitni Alloh hozirlab berdi. Va baraka fiha, yer yuzini Alloh barakatli qildi, muborak qildi. Nima degan gap muborak degan? Sizlarning ehtiyojinglar nimaga bo'lgan bo'lsa, shu yer shari ustidan ehtiyojinglar bo'lgan narsa bor. Sizlarning ehtiyojinglar bilan yer sharining sharoitini tengpuanlashtirdi. Sizlarning ehtiyojinglar farqli, yer shari sharoit farqli qilib qolsa, ya yashayolmaydinglar, yoki bo'lmasa hayotinglar bek ta'sirlashib ketdi. Allah degan imtihondan o'tolmaydinglar. Allah şu ahiret imtihanidan o'tib olsin.
Şu sodasini, Allah bilan qilgan sodasini sodadek qilib foydalab olsin. Jannat qazanab olsin. Allahni rozi qilib olsin deb mush yer shoirini sizlarning ehtiyojingizga mos holda kelib yaratdi ya Allah. Mushuni qilgan Ashrabbul alamin shu. Va baraka fiha. Ve qaddara fiha aqwataha fi 4 ayyam. Yer yüzüdeki bütün nazı nimetlerini, kuvvetlerini, sizlerning ehtiyojinglarni bir-biriga moslashtirib, tangponglashtirib yaratgan Allah. Mush yer yuzida nima bo'lsa, mayli dov daraxt bo'lsin, hayvonotlar bo'lsin, hasharotlar bo'lsin, tuproq bo'lsin, suv bo'lsin, havo bo'lsin, nima bo'lishidan qat'iy nazar, bu dunyoda bir ekosistema bor. Şu ekosistemini Allah sizlarning manfaatingizga uyg'un qilib, ehtiyojingizga uyg'un qilib yaratdi. Buni 4 kunda yaratdi. Bir qaranglar. Yer sharining cho'ngligiga bir qaranglar. Yer sharining jismini, bedenini 2 kunda yaratdi. Ammo yer sharining ustidagi mazzibu zinnatlarni, sizlarning ehtiyojinglar bo'lgan narsalarni va sizlarga uyg'un qilib yaratishdagi bu tangpongliqni 4 kunda qildi. Allah'a yaratish tez kelmaydi o. Shunchalik yo'g'on zaminni 2 kunda yaratgan Allah sizlarning ehtiyojinglarga uyg'unlashtirish uchun buni 4 kunda yaratdi. Normalda Allah kun fayakun, kun degandan keyin bo'ladi. 1 sekund qolmay Allah qila oladi uni, bu shaklda qila oladi. Allah buni endi yerning bedenini 2 kunda, qolgan nozik ne'matlarni mushadiki eko sistemini ve yeryüzündeki bizning ehtiyojimiz bo'lgan bütün nozik ne'matlarning hammasini 4 kunda yaratdim deb bizga deb berishining sababi qarindoshlar. Allah Taolaning bizni birinchi o'ringa qo'yayotganligi. Bu koinotni yaratishning maqsadining asli maqsadi inson projesi ekanligi. İnsan projesi. Koinotni yaratdi degan gap, insonni yaratdi degan gap. İnsanni yaratgandan keyin insonning yashash uchun ba'zi shartlarga, sharoitlarga, ahvollarga ehtiyoji bo'lg'achqa yer sharini insonning ehtiyoji uchun yaratdi. Qolgan koinotni yer sharining ehtiyoji uchun yaratdi. Shuning uchun yer shari bir markaz. Texmi to'g'risi inson markaz. Bu koinotning yaratilishida inson projesi markaz. Bizmi ba'zi chog'da dehqonchilik qilamiz yoki bog' qilamiz. Maqsadimiz nima? Va daraxtni tikib, daraxtni cho'ng qilish, anandaki uning soyasidan saydash, u boshqa narsalar. Asas maqsadimiz uningdan meva olishqo, samara olish. Meva chiqsa, mevadan yeb foydalanaman deb, mevani deb daraxt tikamiz. Mahsulotni deb ziroat qilamiz. Bizning qilayotgan ishimizda bir maqsadimiz bor. Shuna o'xshagan Allohning va koinotni yaratishda bir maqsadi bor, projesi bor. Bu proje inson projesi. Allah'ın maqsadi insonni birinchi o'ringa o'tkazish bo'lgandan keyin Allah aşı yaratishdan tortib, men buni kun payakun deb taqqidan qo'ysam, insonlar buning qadr qimmatini bilmaydi. Shuning uchun mush shaklda qonuniyatu ta'anni deydigan bir qonuniyat va Allah yaratib qo'ygan shu dunyoda, shu dunyoninki hozirgidek mengishida qonuniyatu ta'anni hammani makonga va zamonga bog'lab şu zamanı ve makanı maskemese bazı işler bulmaydıgan kılıp aşına bir kanuniyetleri yaratib etken Allah. Şu teenni kanuniyeti var. Aşında yaratışının sebebi kun feyekun üzünün kudretiyle yaratmayı teenni kanuniyetiyle yaratışının sebebi kardeşler. Allah Teala'nın yüzünü bizge tunutuşı için. Ey bendem, muşunda kuchum turuluk bir saniyede yaratib bulduğun narsalarni sizlarga shundoq kang-kang qilib tushuntirib yaratishimning sababi sizni tushuntirish uchun, sizlarga mening naqadar ahamiyat berganligimni tushuntirish uchun shunday qilyapman. Desh maqsadda shunday yaratdi. Shuning uchun mana ham yer sharini hozir 6 kunda yaratganligini deydi. Yer sharining
bedenini, cismini 2 kunda ustidagi bizga munosabatlik ehtiyojimiz bo'lgan qismini 4 kunda yaratganligini, jami 6 kunda yaratganligini deydi Alloh bu oyatda. Mana sizlar uchun mushundoq plan proje bilan, mehr shafqat bilan, muhabbat bilan qat'iy qilib Alloh ish qilyapsa insonlar, bu Allohga kofir bo'ladigan ish, Allohga shirk qo'shadigan ish sizlardan chiqyapti-da. A'innakum istifhom, a'innakum degan ras sizlar shunday qilyapsizlar degan bir savol cho'miyadi. İnsanning va qo'lidan chiqayotgan kufr va shirk, biz tuzkorlik deymiz-ku, vafosizlik Allohni hayron qoldiryapti deyadi. İstifhomi inkari. Ey insonlar, men sizlardan bunday narsani kutmayman. Agar bunday qilib qolsanglar, biz anglashma qilgan-ku, yo'g'on savdo qilgan. O savdo modellarga xilof bu. Bu kufr va shirk agar sizlarning qo'lingizdan bunday ish keladigan ish bo'lsa, savdoni ibtol qiladigan, bekor qilib yetishga to'g'ri kelib qoladi deb diqqat qilinglar. Eng diqqat qiladiganinglar kofirlik va mushriklik. Endi kofirlik, mushriklik desa buni endi bir diniy atalg'u. Kallamizga alqajib ta'sir ketaylik-da. Uyg'urchalashtirgan vaqtida qarindoshlar vafosizlik degan gap. Bergan so'zingizni to'maslik degan gap. Biz Allohga so'z berib birozdan keyin chiqadi u. Vaqadara fiha aqwataha fi 4 ayyam sab'an lis-sa'ilin. Bu mana shu koinotning yaratilishi, yer sharining yaratilishi haqida agar savol so'raydiganlar bo'lsa, beriladigan javob shu deydi. Summastava ila sama. Yer sharini yaratib bo'lgandan keyin Alloh osmonga qarab tutish qildi. Osmonni yaratish tutish qildi. Summa anandan keyin yer sharini yaratib bo'lib, osmonni yaratish tutish qildi. Ya'ni bu oyatdan Alloh boshlarni yaratdi, uningdan keyin osmonlarni yaratdi degan chiqadi. Boshqa oyatlarda bor. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. Abesidik bu ayette Allah asmanlarını yaratıp olab, ay, yıldız, quyosh hammani yaratib olab, kech kunduzni yaratib olab, yer hammani qilib bo'lgan yoqi val arda ba'da zalika daha. Uningdan keyin zaminni yaydi, daha kalimasini qo'llanadi deya. Bundan chiqib ba'zi odamlar boshda osmonni yaratdi, keyin yer sharini yaratdi degan tushunib olib, maayatda yer sharini keyin yaratdi deydi, maayatda baldo yaratdi deydi deb kallasi ilishib qoladi. Normalda Allah yer sharini yaratishda tunji qadim yaratdi. Çünkü yer şarının merkezi dedik ya. Yer şarının merkezi insan. Kainatının merkezi yer şarı. Merkez olgandikin asasen foundation baldı kılınıp bina sağa vaxtından başta uzun baldı kılımız bu. Yer şarı bu kainatının uzu. Yer şarı veyran bolsa kainat veyran buludu. Şunun için yer insan veyran bolsa insan hemiz kapırlaşıp ketken vaxtda kıyamet kayın buludu. Yer şarından miyadını ort partlap, ya tevrep, uğulap, yer şarı ülüdü. İnsaniyet üzünün insanlık ruhunu yo'qotgan vaqtda yer şarı ülüdü. Yer şarı ölgende bütün kainat ülüdü. Şunun için kıyamet kayın boğandılar, yıldızlarının güldülep çöküşü, asmanның yıkılışı, bütün sistemnin çöküşünün sebebi bu yer şarının çöküşüge bağlı, kainatның çöküşü. Şunun için yer şarı merkez. Yer şarı merkez bo'lg'achqa Allah yer sharini badisini baldi bir yaratdi. Endi yer sharininki yashash uchun nima lozim? Hozirgidek menish uchun koinot lozim bo'lgandan keyin uningdan keyin Allah koinotni yaratdi. Koinot
yaratılıb kainat arqalıq yer şarının sistemə səp bolğandan keyin anandan keyin yer şarının bizning ehtiyacımız bolğanlıq qismini 4 kunda yaratgan qismini kainatni yaratib bolğandan keyin yaratdı. Şuning uchun yer şarının osmonlardan baldu yaratilganligi rost. Ammo yer shari ustidagi bizning ehtiyojimiz bo'lgan noz ne'matlarning osmonlardan keyin yaratilganligi rost. Shuning uchun moiyatda yer sharining jismining osmondan burun yaratilganligi, abasidagi oyatda yer sharining noz ne'matlarining osmonlardan keyin yaratilganligi bayon qilinadi. Va'dalik o'rtasida bir tazotlik, zidlik yo'q. Allah osmonni yaratdi. Summastava ila sama, osmonni yaratishga boshladi. Va hiya duxanun. Bu osmon shunda tuman holga keldi deydi. Osmon yaratilib tuman holga keldi. Osmon yaratilgan vaqtda hozirgidek galaksiya sistemi, u yulduzlar, u bu deydigan narsa hozirgidek holatda emasdi. Hammasi yaratilib tuman holatga kelgan vaqtda Allah shu yerda koinotga, yer shariga va butun koinotga, osmonga shuning ichida bizmi bor. Bizmi shu chog'da nima bo'lgan bo'lsak, shu moddiy shaklimizda, shu koinotning ichimizda bor. İnsanlık holatiga kelmagan bilan shu koinotning ichida bizmi bor. Shu bor vaqtimizda Alloh Summastava ila samai va hiya duhanun faqala laha. Allah osmonga va lil ard va zaminga i'tiya diye 22 kelinglar. Sizlar nima yaratdimmi? Sizlar mening mulkim. Sizlar mening tasarrufimda bo'lasizlar, mening diye 22 kelinglar. Kelinglar meyaga. Taban ixtiyoriy kelinglar, av karahan ya majburiy kelinglar. İxtiyoriy kelsanglar, ixtiyoriy kelgan bo'lasizlar, hurmatinglar bilan. Yo'q deb inkor qildigan ishing bo'lsa, majburiy kelasizlar, mening qudrat, qahrim bilan, qohiriyat ismim bilan kelasizlar. Dedi, hammamiz koinot Allohning huzurida, Allohni qarab turyapmiz, bilib turyapmiz, ko'rib turyapmiz, yo'qlik bor qildi, mavjud, mana bor biz. Shu yerda qarab turgulik, hammasini nima dedi? Qalata atayna ta'i. Yermi, osmonmi, hammasi biz keldik, itoatman holda, o'z ixtiyorimiz bilan keldik. Ya Rabbim deb qo'l bog'lab turdik shu. Endi biz Allohning huzurida kelmayman deyalamizmi? Allah ochiq da'vatidir. İxtiyoriy kelsangmi kelsan, majbur kelsangmi kelasan da'vatidir. U yerda Allohning huzurini ko'rib, huzurda turib, Allohning qudratini bilib turib, ko'rib turib, kelmasak nima bo'lganligini bilib turib, hech kimning haddi emas. Sana ishonmayman deyish haddimiz emas. Allohga kafir bo'lish haddimiz emas. Allohga shirk qatish haddimiz emas u yerda. Unda bo'lgandan keyin hammasi biz o'z ixtiyorimiz bilan keldik dedik. Shu deganlarning ichida insoniyat holiga aylanmagan bilan bizmi bor? Muhammad alayhissalom bor, Adam alayhissalom bor, Musa alayhissalom bor, Fir'aun bor, Abu Jahl bor, Xi Jinping bor. Hammasi bor shu yerda Allohning qudratining oldida, hammasi biz ixtiyoriy sening emringa bo'ysunamiz Allohim deb hammamiz keldik. Bu birinchi senaryo. Allohning emri, buyrug'i oldida osmonda nima bo'lgan bo'lsa va zaminda nima bo'lgan bo'lsa, hammamiz bu yerda Allohga sajda qildik, bo'ysundiganligimizni, itoat qiladiganligimizni ifoda qildik. Bu og'zaki ifoda, amaliyotga aylangan bir ish yo'q. Buningdan keyingi ikkinchi senaryoda, buni keyingi darsda, keyingi suhbatda so'zlaymiz inshaalloh. Ikkinchi senaryosi bor buning. U yerda so'zlaymiz. Shu birinchi basmoqda Allah yaratib bütün kainatni mening buyrug'imga bo'ysunasan degan talabni qildi. Allah'ning shu talabi kainatni yangi yaratgan vaqtdagi talabi hozirmi shu kuchga ega. Shuning uchun hozirmi qarab baqsaq, buni yana Qur'ondan o'rganamiz. Qur'onning nurg'un yerlarida
osmonlarda nima bo'lsa va yerda nima bo'lsa va uni o'tirisida hamma narsa Allohga sajda qiladi, Allohga tasbih aytadi. Qur'onda bek chiqma ya. Mesela tağ deymiz, daraxt deymiz, hayvanotlar. Aqlimizga nima kelsa, tumi olsun, plastik olsun. Nima bo'lishidan qat'iy nazar Allohga tasbih aytadiganligi, Allohga ibodat qiladiganligi, Allohga sajda qiladiganligini Qur'on so'zlaydi. Nima degan gapni biz hozir sura sajdadan suhbat qilyapmizku. Sajda degan nima degan gapda? Allohning mushu dunyoga yaratib qo'ygan ilohiy sistem bor-ku. Shu sistemni qabul qilish, yüz qabul qilib, benimsidi deydi-ku. Meningsash yani. Ya Rabbim, sen mushu yaratgan mushu ilohiy sistem men uchunla yaratib ekansan, maşallah. Meninglam sistemim ekan mushu deb, meningki debla mash quchoqlab, meningsiganni qabul qilganlikni sajda deydi. Shuning uchun insonlik, hayotlik maqomiga chiqmagan koinotdagi narsalarning hammasi hozir qadar shu sodiq. Allohga davomli sajda qiladi, ruku qiladi, tasbih aytadi, zikr aytadi, davomli Allah nima desa, shunga ma'qul deydi. Allah nima uchun yaratgan bo'lsa, shu jamoatlarni, shu maxluqotlarni, shu vazifasini qiladi. Masalan, atrofimizga qarab boqaylik. Hamma narsa har yili o'xshash ishni qiladi. Örük darxi örük meyvesini veradi, şaptul veradi, kala süt veradi, qo'y go'sht veradi. Hamma maxluqotning qiladigan ayrim ishlari va vazifalari bor. Hammasi o'zgarmasdan o'zining vazifasini qiladi. Faqatlam o'zgardigini inson qarindoshlar. Dunyoga kelib olgandan keyin o'zgarib, Allohning qil deganini qilmaydigini inson. Nima uchun? İnsanda mustaqil bir juz'iy iroda bor. Bu iroda boshqa maxluqotda yo'q. Insonda shu juz'iy iroda bo'lg'achqa, shu imtihon uchun shu juz'iy iroda bilan kelgachga insonlar yo'ldan chiqib oladi. Chiqitish erkinligi bor. Yo'ldan chiqsa to'g'ri bo'ladi degan gap emas. Allohning yo'lidan menish shart. Mangmasa qo'ldan berib qo'ydi. Sodi kansullab ketadi. Cennet kazanamaydı, Allah'ın razı kılamaydı. Mecbur, meniş gerek. Ama irade boğaçka, mangmaslık hürriyeti var insanın. Allah ezelde nima için yaratgan bolsa, qaysi vazifani bergan bolsa, hamma narsa o'zining vazifasini qiladi, inson xorij. Shuning uchun Allah bu oyatda bizni ogohlantirib, ey bandam, sizlardan men şu kainatni yaratgan vaqtida so'z olgandim. Atayna tayin degantinglar itoat bilan, o'z ixtiyorimiz bilan sening emrlaringni, farmonlaringni ijro qilamiz degantinglar. Hamma abinitinglar biga qaranglar. Mening emr farmonim Qur'onda bor. Qur'on va sunnatda bor mening emr farmonim. U emr farmon nerede qoldi? Sizlarning yashash, hayotingni qanday ketib bordi? Qarab boqinglar ey bandam. Deb innakum sizlar qilyapsizlar mushuni ey bandalar, ey insonlarim, ey inson bandalarim, sizlar qilyapsizlar. Bu dunyoning xalifasi turg'uliq. Bu dunyoni Alloh nomi bilan boshquradiganiga kelgan turg'uliq. Bu sizlarning qulog'ingizdan chiqsang bo'lamdi. Agar bunda qilib qolsanglar, bakovlab ketadi. Mu'minlik salohiyatinglar bakovlab ketadi. Oxiratga kelgan vaqtida mening g'azabimga uchraysizlar, jannat emas, jahannamga kirsizlar. Shuning uchun vazifangni ado qilinglar deb vazifamizni xotirlatadi bu oyat. Vazifamiz nimada? Necha kun yoq so'zlashdik mening sifatida. Vazifamiz nimada qarindoshlar? Bu dunyoni nima degan to'q? Urush maydoni, jang maydoni, kurash maydoni degan to'q. Kim bilan urushdik? Nafsimiz bilan, shayton bilan, Xitoy tajovuzchilari bilan urushdik. Hayotimiz qarab boqaylik. Nafsimiz bilan bir urush bormi yo nafsimizdan keyindan ketib boramizmi? Nafsimiz qil deganini qilyapmizmi? Nafsimizni kontrol ostiga ola oladikmi? Buniga bir qarab boqaylik.
Şeytanga qarshi bir urush qila olamizmi yoki shaytonning digini bo'yicha ketib boramizmi? Shayton bilan zaten nafsimiz muttafiq ikkisi. Strategiyalik muttafiq. Buning strategiyasi bizni jahannamga so'rab ekitish ya. Nafsimizning maqsadimi shu, shaytonning maqsadimi bizni dunyo va oxiratda baxtsiz qilish, jahannamga olib tashlab etish. İkisi stratejik muttafiq nafs bilan shayton. Anondan tashqi dushmanchi hozir Sharqiy Turkistonlik uchun Xitoy tajovuzchilari. Sharqiy Turkistonlik uchunlar emas, butun musulmonlar uchun Xitoy tajovuzchilari bir dushman. Hatto butun insoniyat uchun dushman. Chunki Xitoy tajovuzchilarining g'oyasi butun dunyoni ishg'ol qilish. Butun insonlarni yo'q qilib, bo'ysunmaganlarni, farqlilarni yo'q qilib, butun dunyoni Xitoy kontroliga olish. Xitoyning bir projesi var. Unda bo'lgandan keyin Xitoy tajovuzchilari butun insoniyatning dushmani desak bo'ladi. Unda bo'lgandan keyin Xitoy tajovuzchilari tunji qilib bizning vatanga, bizning millatga qo'l solgandan keyin tunji qilib Xitoyga mush qaytiradigan biz bo'lishimiz lozim. Xitoyga qarshi kurashda butun dunyoni boshlab Xitoyga qarshi boshlab mangadigan millat biz Sharqiy Turkiston xalqi bo'lishimiz lozim. Bu bizning bu dunyodagi birinchi vazifamiz. Biz dünyani başlap menişimiz lazım. Dünya bizni başlap emas. Hazırkıdaki Alqavaycan, unda aqlı etti, bunda aqlı etti deb vaqirab qo'yib, haqning ko'ziga qarab qasibi ish qilib beraki deb tamamen o'tlasak bo'lmaydi. Bu dunyoning qonuniyatida hech kimga bir ishni bekor qilib bermaydi qarindoshlar. Bala bizga kelgandan keyin bizning canimiz ağrıvatqandan keyin ishni o'zimiz qilishimiz lozim. Allohni rozi qilish orqali Allohdan yordam so'rashimiz lozim ki Alloh yordam qilish orqali boshqa qalbini bizga moyil qilib bersin, bizga ittifoqdosh qilib bersin, bizga hissdoshlik qiladigan ahvolga kelsin. Biz boshlab Alloh boshqa insonlarni bizga yordam qilg'izsin, ishimizni qilaylik. Bo'lmasa bu dunyoda ishimizni qilmaslik bilan mag'lub bo'lgandek eng chatiga oxiratda mag'lub bo'lib ketamiz. Bu dunyoda 50-60 yillik, 70-80 yillik hayotda baxtsiz yashaymiz, tugaydi, o'lim bilan tugaydi ma dunyo. Ammo ma dunyoning oxiri va yana keladigan barzaq hayoti bor. Barzaq hayotidan keyin qiyomat hayoti bor, 50 ming yil. Ma dunyoda 50 yil yashab bir umr yashadik deymiz. Qiyomat 50 ming yil. En ağır ma dunyodan necha mingasi ağır hayot, qiyomat hayoti. Hisob berish maydoni qiyomat. Miya imtihon maydoni, barzaq olimi kutish maydoni, qiyomat hisob berish maydoni. Anki qiyomatning a tarafi ya cennet ya cehennem. Mushu dunyoda yashaganligimiz qanday haqiqat bo'lgan bo'lsa, barzaq haqiqat, qiyomat haqiqat, cennet ve cehenneme hakikat. Hemmisi hak kardeşler. Mushu dunyoda yaşayotganligimizga ishensek, ki ishonimizga, mushu dunyoda yaşayotganligimizga, inson ekanligimizga ishensek, o'lgandan keyin barzaq hayotining borligi, barzaqdan keyin qiyomat hayotining borligi, qiyomatdan keyin cennet ya cehennem hayotining borligiga ishonishimiz lozim. Shunday haqiqat. Qozonmasak bo'lmaydi qarindoshlar. Şunun için ma dünya 60-70 yıllık, 50-60 yıllık hayat bek muhim. Çünkü bu hayat mümin için nimo? Dünya mezraatul ahire. Bu dünya ahiretinin ziraatgahı. Şu dünyada nimi kılsak ahirette şu çıkıdı. Şu dünyada nimi kılsak ahirette şu çıkıdı. Kazangı nimi sağsak çömüşkü şu çıkıdı diyen deklamış. Ve elleyse lil insani İlla ma sa'a. Nimigi jugurup, nimini qo'lga keltirishgan bo'lsa, shu dunyoda oxiratda oldiga shu chiqadi. Va ma tujzavna illa ma kuntum ta'malun. Qilgan amallaringlardan boshqa hech narsa oldingizga chiqmaydi, hech narsaning qarshiligi chiqmaydi oldingizga. Faqat nima qilgan bo'lsangiz shu o'ttirga chiqadi deydi. Qarindoshlar, bu hayot, bu umr degan bu hayot 50-60 yillik bu hayot inson uchun tepilmaydigan derecede kıymetli gövher. Eğer bu hayatni
Muş akmas muşu dünyanın akısıdan, muş kosakını bakaman, bunu kılaman dep ötküz etip kalsak, yevmel hasret deyildi kıyamet gününe. Hasret günü. Hasret çekimiz ama hiç nesi cahil kelmeyin. İnsanlar cehennemge mahkum bolgan insanlar eğer kuludan kelсе üzünü öldürüp aldığan derecede üzüge atacak keledi. İnsan degan mushundami aqlsizlandı bu dünyada bu kanuniyetini körep durup Allah'ın kelamını, peygamberinin kelamlarını körep durup hemmesi uçuk aşkara olsa nemiş qilmam mush kichikkina dünyada bir sabr qilib yaşamay Allah rızası üçün. Bu imtihanni men nima deb mag'lub bo'lib ketdim deb o'ziga g'azab qilib yerilib ketgidek bo'ladi inson hasratda, qiyomatda. O'ylanib baqaylik, aqlimizda o'ylanib baqaylik. Bir cheksiz bir hayot bor, jannat hayoti bor. Shu hayotni qazonish uchun mishadi 50-60 yillik umrimizni bersak, nim bo'ladi? Zaten Allah rızası için yaşasakmı yaşayımız, biz ne yeyimiz, içimiz. Allah'ını inkar kılıp yaşasakmı yaşayımız. Mesela bir mümin bilen bir Xitayning yaşı o'xshash. Nefes alıdı, yeydi, içidi. Müminler boğadı, mümin bulab qanğa açqanmaydı. Tahi Allah'a şükür kılıp nimetinin kadrini bilip, nimetinin lezzeti bilen, huzur bilen yeydi ne? Açgözlük bilen emas. Müminin hayatı huzur bilen ötüdü. Unda boğandikin qarindaşlar. Biz elkin bir mümin bulab yaşıganğa ma dünyada ziyan tatıdığan bir bilmemiz yok ki. Bir kafirning hayatı bilen bir müminin hayatını kıyas qilib baqayli. Kafir nima qiladi hayotida, mu'min nima qiladi qiyos qilib baqayli. Bunda sir tuturib olib, o'zimiz adamimiz boshqa bir aqlli bir insonning hayotini qiyos qilib baqayli. Xos huzurli yashaydi, xos obda yashaydi. Allah Qur'oni Karimda ochiq deydi. Allah'dan qo'rqib, taqvo qilib, mu'minlik salohiyati yashagan insonlarni bu dunyoda hayot tayyiba verimiz, eng pokiz hayot verimiz deb deydi. Unda bo'lgankin shunday bir mu'minning hayoti pokiz bir hayot bo'lsa, buni endi buni tanlamay, nafsimizning keyniga chirib davomli pul topaman deymiz qarindoshlar. Vatan millatning ishiga vaqtimizni ayirmaymiz. Oxiratda bu pul kerak kelmaydi, Alloh rizosi uchun hajlanmagan pul. Bola chaqamni boqaman deymiz-da. Bola chaqani yani shu mu'min qilib tarbiyalasak, shumi ibodat? Beqishimiz lazım, bola chaqani beqish vazifamiz bor. Ammo bu mu'min bo'lish bilan, vatan millatga xizmat qilish bilan, Allohni rozi qilish bilan bu bola beqish birsi-birsiga zid emaski. Mu'minmi boqadi bolalarini, kofirmi boqadi? Shuning uchun qarindoshlar aslimizga qaytaylik. Asli vazifamizga qaytaylik. Allah bizni inson qilib yaratgandan keyin insonlik salohiyatimizni saqlab qolaylik, mu'minlik darajasini qozonaylik va Alloh bilan bo'lgan sodimizga sodiq qolaylik, abadiy hayot bo'lgan oxirat hayotini qozonaylik. Qolgan ikkinchi senaryo va uchinchi senaryoni keyingi suhbatlarda so'zlashamiz. Alloh bizlarni mu'minlardan qilib etsin, musulmonlardan qilib etsin. Allohga yaraydigan banda, Muhammad alayhisolamni xushnud qiladigan ummatdan qilib etsin. Yashagan muddatcha islomiyatdan o'ldigan chog'imizda iymon va tavbadan ayirmasin. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin. Alhamdulillahi robbil alamin.